Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yana bir ish bizning foydamizga hal bo'ldi. Esinglarda bo'lsa, bir qoraqalpog'istonlik akamizga o'z yordamimizni ko'rsatdik deb video chiqarganidan rezultatlari bilan va akamizning fikrlari bilan hozir tanishib chiqamiz. Assalomu alaykum yana bir bor aka. Assalom. Kayfiyatlar qanaqa? Xudoga shukr, bugun yaxshi. Ishlar hal bo'ldimi? Cho'tkimi? Hamma ishlar bitdi bugun xudo xolasa. Gap yo'q. Qancha qarzingiz bor edi aka? 750-800 atrofida qarzim bor edi. Bu roziligisiz, xabaringizsiz olingan qarzlar edi, to'g'rimi? To'g'ri. Mana ko'pchilik har xil fikrga borib qoladi-da aka. Keling bu tomonga o'tib olaylik, mikrofonimiz xalaq bermaslik uchun. Ko'pchilik har xil fikrga boradi, ya'ni qarzni o'chirib beryapti degan fikrga. Biz esa yo'q. Основанияsi mashinista, ya'ni sizni roziligisiz, xabaringizsiz olingan bo'lsa, o'z huquqiy yordamimizni ko'rsatib, qarzlarni sizni xolis qilishga yordam beramiz. Akamizning nomlariga ham shu xabarlarsiz, roziliklarisiz shu qarz olinganida protsentlar bilan 750-800 ga borib qolgan edi. Tegishli organlarga murojaat qildik. Zolotaya koronaga ham o'z talablarimizni jo'natdik va mana xudoga shukr, sizga rekorddan ham o'tib ketdi. Rekorddan ham o'tdi. Bitta akamizning videolarini chiqaruvdik, 7 kunda hal bo'ldi deb. Bu kishiniki uni ham даже o'tib ketdi. 4 kunda hal bo'ldi. Sizga javob kelib, koronadan ham yo'dan qarzlar o'tashaldi, to'g'rimi? Hech qanaqa o'ziga даже ответ keldi koronadan. Hech qanaqa pretenziya yo'q. Endi bu kishi xolis bo'ldilar qarzlardan, bir so'm ham to'lamaydilar. Zolotaya korona ham bu kishiga nisbatan hech qanday talablarni qo'ya olmaydi, chunki mashinista bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganligi uchun bu kishi jabrlanuvchi va hozirda qarzdorlikdan xolis bo'ldilar. Aka bir yurtdoshlarimizga ko'rsatib qo'ying, bu doказательство bo'ladi-da.